Bosib berdingizmi? Bosib turaversan, aka ko'taravering, men o'zim totib olaveraman. To'xtataverasiz o'sha joyga kelganda. Do'stlar, xudo xohlasa 100-qopimiz mana tomga chiqyapti. Bemalol olamiz buni. Xudo xohlasa yana 140 ta. O'sha 230, 240 qop ketargan, chunki do'stlar bu tomimiz juda katta bo'ladi. O'sha kvadrati 530 kvadrat joy bo'ladi do'stlar. Bunaqadan ikkita zaborda ag'ida ham bor. O'sha 1000 kvadratdan oshiq joyga andijonlik usta akalarimiz do'stlar peyna xizmatini qilib berishyapti ekan. Nimaga peyna xizmati desalar, do'stlar hozirgi kunda juda rivojlandi. Bundan tashqari issiq sovuqni zo'r ushlaydi. Uyingizni teplab batareyasiga juda katta yordam beradi. Qishda uyingiz issiq bo'ladi, yozda muzday bo'ladi. Undan tashqari tomingizda tonnalab yuk turmaydi do'stlar. Yengil bo'ladi, lekin effekti zo'r bo'ladi. Akalarimiz bu yerga 7 sm-ligini 47 ming so'mdan qo'yib berishyapti ekan do'stlar. 47 mingning ichida usta haqqi xomashyo hamma narsasi ichida bo'lar ekan. Faqatgina mana shu do'stlar vassamizni tepasidan izospan degan materiali bor. Hozir juda do'stlar keng qo'llanib kelingan, chunki u suvni o'tkazib yuborib faqat peynani ushlab qoladi do'stlar. Rossiya mahsuloti juda zo'r narsa ekan. Faqat shunisini do'stlar ruloni 350 ming so'm 60 kvadrat bo'ladi. Uyda egasi olib beradigan, xolos qolgan hamma narsa ustalardan bo'ladi. Endi do'stlar bitta plita ham bor ekan. Plitani ham tepasiga qo'yib berishyapti ekan. Chunki tom tunikadan yopilgan, yozda issiqni zo'r o'tkazadi, qishda sovuqni. Plitani tepasiga ham do'stlar 7 sm, o'sha 5 sm, 7 sm, 10 sm-gacha qo'yishyapti ekan. 37 ming, 47 ming, 57 ming. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Biz hozir Andijon Buloqboshidamiz. Toshkent vohalarga bo'ladigan bo'lsa, eng kami do'stlar 400 kvadratdan oshiq bo'lishi kerak ekan. Kimga sifatli usta xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, imенно xuddi mana shunaqa do'stlar, bular keyin zo'r tarafi do'stlar gipsni ham, gipsokardonga ishlatiladigan gipsdan foydalanar ekan. Chunki eng sifatli ham qimmati shu bo'lar ekan. Video pastdagi nomerga aloqaga chiqsangiz, moshina qilib qo'yib berishadi. Sifatli usta oqtarib yurganlarga shu video jo'natib beringlar. Sog' bo'linglar.